Ushbu g'oya Farangiz, Malika va Oyisha tomonidan o'ylab topildi. Kelinglar hamma yoqqa. Eng yangi ziravorlar va quruq mevalar, bozordagi eng yaxshi narxlar. Barakallah! Uzun, nech pul bobojon? Ataganingni beraver. Opajon, tilla anor. Arzonga olib ketasiz, pulingizga achinmaysiz. Juda yaxshi. Mana bu chiziqni sekin tort. Xo'p bo'ladi ustoz. Mana. Barakalla, juda chiroyli chiqdi. Xormanglar bozoringizni bersin. Keling xolajon, yordam beraman. Mana bugun juma ekan. Onaxonga yordam berib savob olaman. Sizlardan esa like va komment kutib qolaman. Like, komment nima degani o'zi? Telefon orqali ham savob olsa bo'larkanmi? Bu qanaqasi? Siz tushunmaysiz-da, afandi janoblari. Qaranglar, like orqali savob olarkan. Bunaqasini birinchi eshitishimdi. Bu bolaga dars berib qo'yish kerak. Zora aqli kirsa. Ha, topdim. Men bu bolaga mana shunday dars berib qo'yaman. Sen yerga yolg'ondan yiqilib tushasan, xo'pmi? Yordam beringlar xaloyiq, eshagimning mazasi qochdi. Borib tezroq istoriya olishim kerak. Obunachilarim qaranglar, eshakning mazasi qochibdi. Agar ko'p like bossangiz, men unga yordam beraman. Hey, bolakay, men baraka tarifidanman. Menga ham obuna bo'lasanmi? Endi qaytib telefon orqali savob olaman demaydi bu bola. Hoy bola, baraka tarifiga ham ulan, ko'proq savob yig'asan. Savob hech qachon boshqa odamlar uchun qilinmaydi. Men bilmagandim, afandi janoblari. Uzr so'rayman hammadan. Xafa bo'lma bolam. Xatoyingdan xulosa qilsang bo'ldi. Hammasi yaxshilik bilan tugadi. Endi men bora qolay. Daryo toshqin, suvlar oshqin, o'tolmayman yor yor.